2 xonani 3 xona qilingan kvartira obzori kelganmiz. Qaranglar, biz zaldamiz. Remontlar sveji, полностью mebel texnika qo'yilgan. Hech kim yashamagan. Bu yoq balkon, kuxnya bo'lgan. Qaranglar, kuxnya ham вообще cho'tki bo'lib turibdi. Hamma narsa bor. Kuxnyani o'rnini детский spalnya qilib qo'yilgan. Ko'rasizlar, farzandinglar maza qilib dam oladi. Hosiliga spalnya bilan sanuzel vannayalarni ko'rsataman. Xo'jakbar, lekin bo'plab razdelka qilib qo'yishibdi, mana bu yerda. Zo'r qilishdi, simeshka uyi razdelka qilib, mana bu перегородка ajratib alohida qilib, bu yerda shkaf, koridor, zalga kirish, spalnya kirish отдельно qilib, ertaga mehmonlar kelganda ham bemalol bexijal kirib chiqish uchun zo'r qilib qo'yishdi. Shunaqa. Mana buni qaranglar. Spalnya ham kichkina bo'lib qolmagan. Spalnya ham cho'tki состояниеda bo'lib turibdi. Remontlari zo'r. Hamma narsa bor. Kirasizlar, mazza qilib yashaysizlar. Hozir sanuzel vannayani ko'rsataman. Mana bu yerda qaranglar. Vanna, ham kir mashinalargacha qo'yib qo'yilgan. Mana bunisi sanuzel. Ushbu xonadonimizni 68 ming dollar baholaymiz. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.